Angliyada chiqadigan Burnham kundalik xabarlar to'rida yaqinda Burnham aeroportining insoniyatga qarshi jinoyat badaliga ishlab chiqarilgan mahsulotlarning import markaziga aylanganligi haqida bir xabar tarqatildi. Xabarda ko'rsatilishicha, Uyg'ur elidan bevosita Angliyaning Burnham aeroportiga keladigan bir yuk toshish havo liniyasi bor bo'lib, bu havo yo'li orqali toshilayotgan yuklarning Uyg'ur majburiy amgaki badaliga ishlab chiqarilgan mahsulotlar bo'lish mumkinchiligi intayin yuqori ekan. Angliyadagi xalqaro qulluqqa qarshi turish tashkilotining tadqiqotchisi va programma yetakchisi Chloe Cranstonning radiomizga deyishicha, Uyg'ur elini bevosita holda Angliyadagi asosliq aeroportlarga tutashtiradigan 3 yangi liniya 2024-yili yozdan boshlab ochilgan. But our understanding is there's free cargo routes direct from Urumqi to the UK that have been set up in recent years. One is to Bournemouth. Bizning bilishimizcha, yaqinda Urumchidan Angliyaga bevosita boradigan 3 yuk liniyasi borliqqa kelgan bo'lib, bularning biri Bournemouthga, biri Walesdagi Cardiffga, yana biri Londonga keladi. Angliya allaqachon Uyg'ur majburiy emgakini o'z ichiga olgan, majburiy emgak bilan ishlangan mahsulotlarni to'kma qilib setish maydoni bo'lib qoldi. Angliyaning zamonaviy qulluqqa oid qonunlari asosan degudek kuchlik emas. Amerikaning bo'lsa ham tamojna beji qonuni, ham Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'lg'ashqa, Angliya kelayotgan bu mahsulotlarning Amerikaga import qilinishi cheklangan mahsulotlar bo'lish ehtimolligi intayin yuqori. It's very likely that products are coming to the UK that cannot be imported to the US. Bu haqda ilgari Politico gazeti tarqatgan bir xabardan qaraganda, bultur yozda ichilgan va Uyg'ur elidan Londonga qatnaydigan navbatchi yuk aeroplanlari har 2 kunda bir qatim qatnaydigan bo'lib, Xitoyning to'g'ri savdo supisi mahsulotlarini to'shiydi ekan. Arqadan oktyabrda Cardiffga qatnaydigan yangi bevosita liniya ochilgan bo'lib, bu liniyada har haftada 3 qatim aeroplan qatnaydi ekan. Bultur bu liniyada 59 tonnalik elektronlik savdo posilkalarining to'shilganligi xabar qilingan. Uyg'ur elidan bevosita Burnham aeroportiga uchadigan liniya bo'lsa, bultur avgustda yo'lga qo'yilgan bo'lib, u haftasiga 4 qatim uchadi ekan. Uning tunji qatimliq safarda 58 tonnalik mal to'shiganligi xabar qilingan. Chloe Cranstonning deyishicha, agar Angliya darhol Amerika va Yevropa ittifoqiga o'xshash kuchli qonun belgilab, majburiy emgakka taqobil turmasa, bu ahvol texmi ig'irlashib mangdi ekan. And this situation is only going to get worse because the EU is also adopting new laws that will be... Bu ahvol texmi yomonlashib ketadi. Chunki Yevropa ittifoqimi majburiy emgak mahsulotlarini cheklashga doir qonun nizomlarini 2027-yildan boshlab yo'lga qo'ydi. Agar Angliyami darhol kuchli qonun tadbirlarini bekitmasa, u holda u Amerika va Yevropa bozoriga kirolmagan majburiy emgak mahsulotlarini to'kma qilib setish maydoniga aylanib qilish xavfiga duch keladi. Urumchidan bevosita Angliyaga qatnaydigan bu yuk toshish liniyalarining ochiq oshkor holda yo'lga qo'yilishi haqiqatanmi bakirginishlik. And the fact that these routes have been set up from Urumqi to the UK just so blatantly is just horrendous, really. Burnham kundalik xabarlar to'ridan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur elidan Angliyadagi asosliq aeroportlarga bevosita qatnayotgan bu yuk liniyalarida Uyg'ur majburiy emgaki bilan bulg'angan mahsulotlarning bo'lish ehtimolligi Angliya yuqori palata a'zosi Lord Altonning diqqatini tortgan. U bu masalani Angliya parlamentidagi munozirada o'tirib qo'ygan bo'lib, u shu kundagi so'zda Urumchidan Bournemouthga boradigan liniyada to'shilayotgan yuk aeroplanlarining qanchasi Angliya chegara xodimlari tomonidan tashirildi va ularning Xinjiangdagi Uyg'ur majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mallarni to'shimayotganligiga kapolatlik qilindi deb savol qo'ygan. Uyg'ur elidan Angliyaga qatnaydigan bu yuk toshish liniyasini huddiga olgan 2 havo yo'llari shirkati bo'lsa, Angliyaning Titan havo yo'llari va shundaqla Yevropa kargo shirkati bo'lib, David Elton va uning kishilik huquq komiteti hozir bu shirkatlarni o'zi to'shiyotgan mallar haqidagi tashrish dokladini berishga istashning yo'lini izlamoqda ekan. Biz yuqoridagi ikki shirkatning axborot bo'limiga ilxat avatish orqali ularning to'shiyotgan yuklardagi mallarning majburiy emgak bilan bo'lganligiga qanday kapolatlik qilayotganligini so'ragan bo'lsakmi, ammo hozircha ulardan texi bir javob kelmadi. Angliyadagi Uyg'ur irqi qirg'inchiligini to'xtatish tashkilotining raisi Raima Mahmud xonimning radiomizga deyishicha, ular bu yuk toshish liniyasi haqidagi xabarni olgandan keyin hukumatning munosabatlik organlari bilan aloqa qilgan.
bu xabarni olgandan keyin biz ko'p qitim Angliyaninki savdo sanoat idorasi, ya'ni Trade Department, andan keyin Angliya hukumati millat vakillarininki bir qancha qitim Angliya shu parlamentda bu to'g'riliq savol so'ragan bo'ldi, xatlarni yozgan bo'ldik. Hozirgacha aniq buningga bir javob ololmadik. Ama bunu biz to'xtamasdan surishtiryapmiz va hukumatga bu to'g'riliq besim ishlatyapmiz. Chunki bizning vatanimizda Uyg'ur majburiy emgikining keng ko'lamda Xitoyning besimi bilan Uyg'urlarni qul qilib ishlatayotganlik bu bir reallik. Bunu Angliya bilmaydi emas biladi. Angliya hukumatimi yaxshi biladi. Bu aeroplanninki bevosita Urumchidan mal akelishi bu haqiqatan bizning aytib bir bahasiz qavatgan bir masala. İzchil bu to'g'riliq hukumatga xat yozyapmiz va bu to'g'riliq bizga bir aniq uchurning berilishini talab qilyapmiz. Xalqaro qulluqqa qarshi turish tashkilotidan Chloe Cranstonning ta'kidlashicha, ular hozir Angliya hukumatini majburiy emgak mahsulotlarini unumli cheklash uchun kishilik huquq muhiti qonuni va importni kontrol qilishga munosabatlik ikki xil qonunni ma'qullashga chaqirayotgan bo'lib, bu qonunlar amaliy kuchga ega ekan. So there's two different types of laws we're calling for in the UK. One is a Business Human Rights Environment Act, which is a human rights and environmental. Bu qonunlar orqali kishilik huquqqa kapolat qilolmagan shirkatlarni javobgarlikni ustiga ilishga majburlig'i bo'ladi. Bu ham Uyg'ur majburiy emgikini o'z ichiga oladi. Agar bir shirkat Uyg'ur majburiy emgikini ta'minlash zanjiridan chiqarib o'tish uchun qilishga tegishli barliq muvofiq tadbirlarni qo'llanmagan bo'lsa, ular buning uchun javobgarlik tartilish kerak. Importni kontrol qonuni orqali majburiy emgak mahsulotlarining chegaradan kirishini to'sig'ili bo'ladi. Shunga biz hukumatni men aytgan bu ikki qonunni ma'qullashga chaqiramiz. Bu Angliya hukumati qila oladigan ish. That would cover all human rights harm and environmental harm and import controls that ban products made with forced labor. That's what the UK government can do. In addition, Ma'lum bo'lishicha, navbatda kishilik huquq faoliyatchilari va bir qism Angliya parlament a'zolari birlikda harakat qilib, hukumat ustidagi besimni oshirib, Angliyada yuqorida tilga olingan kuchli qonunlarni ma'qullash uchun harakat qilmoqda ekan. Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani Irada tayyorladi.